Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibrohim alayhissalom emzikli farzandi Ismoilni olib, onasi Hojar bilan o'sha davrning Bakka, hozirgi Makka vodiysiga tashlab kelgach, mana aytdik, arablarda asl vatani bo'lgan Yamandagi suv ombori buzilib, arab qabilalarini o'zlari uchun suv topish maqsadida hozirgi Arab jazirasi bo'ylab tarqalib ketadi. Va ana shu qabilalar ichida Jurhum deb atalmish arab urug'i Shom va Yamanni bir-biriga qo'shib turadigan savdo yo'li bo'lgan Bakka vodiysidan o'tar ekan, Alloh subhanahu va taolo Ismoil alayhissalom hurmati uchun chiqarib qo'ygan Zamzam suvini topishadi va shu yerda qolib, o'zlariga mana shu vodiyni maskan tutishadi. Ibrohim alayhissalom xotini Hojar va o'g'li Ismoil alayhissalomlardan xabar olish uchun yilda bir marotaba va yoki bir necha marotaba kelib turar edi. Payg'ambarlar birodarlar safar qilar ekan, o'sha afsonaviy bo'lgan Isro va Me'roj kechasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mingan Buroq oti bilan safar qilishgan. Bu otni muhtaram birodarlar payg'ambarlarning barchasi mingan. O'shaning uchun ularda safar mashaqqati, charchoq alomatlari bo'lmagan. Faqatgina yonlarida agar kimdir bo'ladigan bo'lsa, o'zlari ham oddiy insonlar kabi otsiz safar qilishgan. Ibrohim alayhissalom ham oilasidan xabar olish uchun mana shu Buroq otida kelib ketar ekan, kunlarning birida Ibrohim payg'ambar Bakka shahri tashqarisida dam olib uxlab yotar ekan, insoniyat tarixida buyuk bir hodisa yuz beradi. Bu hodisa shu ediki, Hazrati Ibrohim o'sha yerda uxlab yotgan vaqtida ajib bir tush ko'radi. Va ana shu ko'rgan tushida esa o'g'li Ismoil alayhissalomni so'yganini ko'radi. Payg'ambarlarning tushi birodarlar Alloh taolo tomonidan vahiy bo'lgan. Uxlayotgan vaqtida ham ularga vahiy kelgan. Ibrohim alayhissalom ham tushiga shayton kira olmasligini bilgani uchun bu Alloh tomonidan vahiy ekanligini his qiladi. Ya'ni Alloh azza va jalla Hazrati Ibrohimga o'g'li Ismoilni qurbonlik qilishini, uni so'yishini amr qilayotganini tushunib yetadi. Bu shunday bir imtihon ediki, hali inson bolasi boshiga bu imtihon berilmagan edi. Mana hozir kimdan so'raydigan bo'lsangiz agar, vujudingdagi eng azobli og'riq nima deng? Bu tish og'rig'i deydi. Chunki to'g'ridan to'g'ri miyaga beradi-da bu og'riq. Agar farzandi o'tib qoladigan bo'lsa, bu eng katta musibat deydi. Agar mol dunyosidan ajrab qoladigan bo'lsa, o'zini shu dardini, musibatini buyuk deb hisoblaydi. Va lekin Ibrohim alayhissalomni imtihon qilgan bu ishni Alloh taolo ochiq balo edi deya zikr qiladi. Ibrohimning boshiga kelgan bu ish bundan keyin ham, Ibrohimdan oldin ham inson bolasini boshiga kelmagan va kelmaydi deydi Alloh. O'shaning uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'ziga Ibrohim alayhissalomni do'st qilib tanlab olgan edi birodarlar. O'shaning uchun ham so'zsiz itoat qilgan, so'zsiz vafo qilgan Ibrohim edi u. Boshiga qanaqangi musibat kelmasin, hasbinalloh va ni'mal vakil degan bitta o'zi ummat bo'lgan Ibrohim edi deya Alloh subhanahu va taolo bu muborak zotni ulug'lab qo'yadi. Birodarlar, Ismoil alayhissalom otasi Ibrohimga shu vahiy kelgan vaqtida ayni shiringina farzand bo'lib, o'ynab kulib turgan 10,
va yoki 11 yoshlarida bo'ladi. Alloh tomonidan vahiyni olgan Hazrati Ibrohim keksayib qarigan chog'ida ko'rgan bitta farzandi shiringina Ismoilni yoniga keladida: "Ey o'g'ilcham, men sizni tushimda so'yganimni ko'rdim. Nima deysiz shu ishga?" deydi. Endigina 11larga kirgan Ismoil alayhissalom otasiga qarab turib javoban shuni aytadiki: "Ey otajon, sizga nima buyurilgan bo'lsa, shuni qiling. Inshaalloh meni sobirlardan topasiz" deydi. Ismoil alayhissalomni otasiga javob berib aytgan shu kalimasida deydi ulamolarimiz, Alloh bilan bo'lgan odobni mukammal cho'qqi ko'rinishi bor deydi. Nega? Chunki buyruq Ibrohim alayhissalomga bo'lgan edi. Va lekin buyruqni bajarishda Ismoil alayhissalomni ehtiromi katta bo'ladi. Va yana Ismoil alayhissalom otasi Ibrohimga qarab turib aytadiki: "Ey otajon, meni qurbonlik qilayotgan vaqtingizda ko'zim bilan yuzimni yerga qarating. Toki so'yayotgan vaqtingizda ko'zim sizni ko'zingizga tushib, otalik mehringiz Allohning buyrug'idan ustunlik qilib qo'ymasin" deydi. Inna Ibrohima kana umma. Bitta o'zi ummat bo'lgan Ibrohim edi. Alloh taolo Qur'onda Ibrohimni farzandi sayga yetgan vaqtida bo'ldi bu ish deydi. Say bu nima? Say ancha muncha narsani tushunib, otani yonida yurib qolgan vaqti bo'ladi farzand. Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil va onasi Hojarni olib Jamratul Aqabaga Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun olib chiqib ketayotganlarida shayton bu uchala zotlarni ham ko'ziga ko'rinib vasvas qilishlikka harakat qiladi. Oldin Ibrohim alayhissalomni ko'ziga ko'rinadi va Ibrohim alayhissalom qo'liga tosh olib shaytonni quvgach, keyin sal nariroqda Ismoil alayhissalomni, undan keyin Hojar onani ko'ziga ko'rinib vasvas qilishga harakat qiladi. Va shu uchala muborak zotlarni barchasi shaytonga tosh otib quvgach, bu amal musulmonlar uchun shu uchala insonning sunnatiga ergashishlik hisoblanib qoladi. Mana haj amalni bajarayotgan vaqtida Qurbon hayitining birinchi kuni Jamratul Aqabaga borib tosh otiladi-da, tavof qilingandan keyin Minoga kelib qolinadi. Ertasidan, ya'ni 2 va 3 kunlari 3 ta jamara, 3 ta shayton ramziga tosh otiladi. Endi nega birinchi kuni bitta shayton ramziga, bitta jamaraga tosh otiladi-da, boshqasiga tosh otilmaydi? Ertasi kuni boshqa shayton ramzlariga tosh otiladi deyilsa, buni hikmati shundaki, ulamolar aytadi, birinchi kunga otilgan tosh Odam alayhissalomning sunnatiga ergashish. Odam alayhissalom ham xuddi shu joyda shaytonga tosh otib uni quvgan ekanlar. Birinchi kungisi Hazrati Odamga ergashish ma'nosida bo'lsa, ikkinchi, uchinchi kungilari esa Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom va Hojar onani hayotida bo'lib o'tgan voqea. Xuddi mana shu qurbonlik voqeasiga bog'liq bo'lgani uchun bularga alohida amallar bajariladi. Haj mavsumida shaytonga tosh otish tarixi shu. Va lekin shariati islomiyada ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu amalni ko'rsatganlar. Bu haj amallaridan hisoblanadi va buni hikmati juda ham ko'p, birodarlar. O'sha tosh otgan vaqtingizda qalbingizdan siz shaytonni quvlaysiz. Mana shu tosh otishni o'zida shaytonga siz g'azabingizni sochasiz. Siz Allohning buyrug'iga bo'ysunib, shaytonni rad qilayotganingizni amaliy suratda uni ko'rsatib berasiz. Va mana shu narsalar sizning ruhiyatingizga inshaalloh yaxshi ta'sir qiladi. Agar iymon bilan, ixlos bilan bajarilsangizlar. Endi boya Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalomni oldiga kelib turib, "Ey o'g'ilcham, men sizni tushimda so'yganimni ko'rdim. Bunga nima deysiz?" deb so'ragan vaqtida
Ismoil payg'ambarni otasiga bergan javobi: "Ey otajon, sizga nima buyurilgan bo'lsa, o'sha ishni qiling" degan so'zidagi Ismoil alayhissalomni Alloh taologa bo'lgan odobi Allohni ismini zikr qilmasdan, qo'pollashmasdan, "Ha, bo'ldi otajon, sizga Alloh meni so'y degan bo'lsa, bo'ldi, unda so'ying, bajaravering o'sha ishni" demasdan, Alloh taologa hurmat, odob bilan "Ey otajon, sizga buyurilgan ishni bajaring" dedi. Haqiqatdan Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni oyoq, qo'l va ko'zlarini bog'lab yerga qarata yotqizadi va tomog'idan pichoqni tortadi. Falamma aslama va ta'alahu lil jabil, peshonasini yerga qo'yib pichoqni tortgandan keyin kesmadi. Shunda Ismoil alayhissalom: "Otajon, qattiqroq bosing, shu diyabe" deydi. "Uchini tiqing" deydi. Lekin nima bo'ladi? Har qancha urinmasin Ibrohim alayhissalom baribir pichoq o'tmaydi, birodarlar. Alloh taolo kes desa kesadi. Kesma desa, yoqma desa, bo'lma desa bo'lmaydi, birodarlar, u ish. Ba'zi rivoyatlarda Ibrohim alayhissalom ana shu pichoqni sinab ko'rish uchun toshga bitta urdi, tosh ikkiga bo'linib ketdi deydi. Lekin shunda g'olib Ismoil alayhissalomni tomog'iga urdi, lekin pichoq kesmadi deyiladi. Va ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo nido qilib: "Ey Ibrohim, siz tushingizni amalga oshirdingiz. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz." Albatta bu ish, Ibrohimni sinagan bu imtihon ochiq balo edi. Shu imtihondan ham o'tdi. Endi bundan buyog'iga Ibrohimga imtihon bo'lmaydi deya Alloh taolo zikr qiladi. Va shu ishdan so'ng Ibrohim Halilulloh, Allohning do'sti degan maqomni oladi. Abdulloh ibn Abbosdan qilingan rivoyatda Ibrohim alayhissalomga o'g'li Ismoilni qurbonlik qilish o'rniga Arshdan Jabroil alayhissalom orqali qo'chqor yuborildi. O'sha qo'chqor jannatda 40 yil boqilgan edi va hatto badanlarida na suyagi va na juni bor edi. Ranglari oq, ko'zlari keng va shohlari bor edi deya zikr qilinadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.